Osmani sultanları. 2. Bayazid. Osmani dövletining 8. padişahı. Hüküm sürgen devri 1481-yildan 1512-yilgacha. Bayazid dadısının vafotidan keyin 1481-yili 20-may taxtda o'ltirdi. Biroq taxt talishib isyon qilgan Cem bilan Cem o'lgich kurash qildi. Bu bo'lsa Fatih davridagi fatihlarning ostilab qilishiga sabab bo'ldi. Chunki Cem Yevropaliklarning qo'lidagi bir o'yinchoqdan iborat edi. 2. Bayazid 1484-yili Bo'g'dan urushiga otlandi. Qora dengiz tijoratida muhim yer tutgan Kili va Oqqirmon qal'alarini kontrol qildi. Misrdagi Mamlukiylar davlati bilan 1485-yili boshlanib 1491-yilgacha davomlashgan bir urush davrini boshdan kechirdi. İspaniyada oxirgi davrlarni yashayotgan Andalus Umaviylari 1486-yili İspaniyada oxirgi davrlarni yashayotgan Andalus Umaviylari 1486-yili 2. Bayaziddan yordam talab qilib elchi avatdi. Biroq Bayazid kerakli yordam avatolmadi. 1499-yili Venetsiyaliklar bilan bir dengiz urushi bo'ldi. Bu urush dengizlarda qo'lga kelgan tunji cho'ng g'alaba bo'lish sifati bilan muhimdir. 1499-yili Inabaxti, Modon, Koron va Navarin qal'alari fatih qilindi. 1511-yili Shahquli nomida Alaviylar isyoni chiqdi. Isyon Osmaniylar qo'shoni va Shahzoda Salmonning yordami bilan bostirildi. Adirnaga ketib o'tib, yo'l ustida vafot topdi. O'zi soldirgan Bayazid masjidining bog'chisiga dafn qilindi. 2. Bayazid yuqori ta'lim ko'rgan bo'lib, Amasya xonliq rayonida ilmiy bir muhit cho'ng bo'ldi. Ibodatga bakli hiris bo'lg'achqa vali deb ataldi. Falsafa va kosmografiya temalarida cho'nqur bilimga ega edi. Farscha va arabcha biladi. Uyg'ur harflarini to'nigandan sirt Chag'atay shivisini biladi. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس